xonali kvartira olardingizmi yoki 3 stullik uchastkami? Siz uchun kvartira narxida uchastka lokatsiyamiz Labu House eski shahardan примерно 200 metr ichkarida bo'lgan. Ko'chamizga bemalol moshon kirib, moshon qo'yadigan joylar bor ko'chani o'ziga. Undan tashqari mana bu yoqda darvozxona ham bor. Endi hovlidan davom qilamiz. Mana bu hovlimizga kirish joyimiz. Hovlimizning shinamligini qarang, kengligini. Zeleniy zonalar bor. Bemalol farzandlaringiz maza qilib aylanib yursa bo'ladi. Sizga bitta taklif beraman. Agar tadbirkor bo'lsangiz, gostinitsa quraman desangiz ham juda yaxshi lokatsiya. Labu House'dan Choyxona bangi ketish yo'li ustida joylashgan. Labu House'dan примерно 200 metr uzoqlikda. Turistlar to'lib ketadigan joydan. Agar yo'q, bu kichkina qiladi desangiz, o'rqa tomon qo'shnilari ham sotayotgan ekanlar. Bir uy egasi bilan dogovor qilib bo'lsangiz, mo'ylimakka qo'shnini ham ko'ndirsangiz 7 stuq, 8 stuqlik nimangiz bo'ladi. Mana bu yoqda bizning oshxona qismimiz bo'lyapti. Oshxona qismimiz ham juda shinam keng, polla qilingan, yaxshi. Sassanida bemalol kirib yashash sharoitiga ega. 2 xonali kvartirani pulda so'rayaptilar. Mana bu yoqda ham yana bitta xonacha qilib qo'yganlar. Hozircha kladovkada ishlatib turibdilar. Yana o'ziga qarab ishlatib olishingiz mumkin. Xohlang ikkinchi oshxona qiling, xohlang ikkita televizor bo'lsa bemalol. Mana bu yoqda yana bir komplekt xonamiz bo'lyapti. Spalni xonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bir komplekt o'zlarini spalni xonalari bilan bitta kadrda sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda xonalar bo'lyapti. Undan keyin mana bu yoqda bizning ikkinchi xonamiz. Yana bitta komplekt, yana bitta oilalar kelib bemalol yashasalar bo'ladilar. Ichkarida yana bitta xonasi bilan ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana bu yoqda tapchanlar qilingan, salqin havo, shamol aylanadigan joydan salqingina, shinamgina ikkita oila yotib turadigan joylari bo'ldi. Mana bu yoqda ham yana bitta xona va kladoviy zonalar bor. Bemalol bonka, kompotlarni, narsalarni qo'yib olsangiz bo'ladi. O'zingizga qulaylik yaratgan holda. Va mana bu yoqdan juda ham eskicha, juda yaxshi vidiga ega zal qismimiz bo'lyapti. Zal qismimiz svetini yoqamiz. Patologlarimiz balandligiga e'tibor bering, dizayniga e'tibor bering. Maylimanki eski shahar mana shunisi bilan juda muhim va mashhur bo'ladi. 3 stuq atrofida chiqadi yer maydonimiz. Ko'rib turganingizdek juda yaxshi ta'mirlangan, kirib yashash sharoitiga ega. Uchastkamiz qisqacha qilib shulardan iborat edi. Men o'ylaymanki, biznesga ham juda yaxshi lokatsiya. Kelib yashayman desangiz ham huzurlaringizni topasizlar. Shamollik, baho aylanadigan joydan. Men o'ylaymanki, narxi 45 ming AQSh dollarga 3 stuq mana shunaqa tayyor kirib yashaydigan uchastka hammaga ham qiziq. Agar gostinitsa quraman desangiz, пожалуйста, keling egalari bilan savdo qiling, kelishib barakasini oling.